Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir biza bitta любой ultimatum ochamiz. Bizaga farqi yo'q. Bitta odam kiradi. Sizlar ko'rsam, umuman druzamda даже bo'lmasa ham kerak u odam. Mana без parol qilamiz, играть qilamiz, limit patronov albatta net qilamiz, limit metanni net qilamiz, headshotni da qilamiz, stil igrini ham da qilamiz. Stil igri bu nima? Po umelicheniyaga qo'yib qo'ysanglar, bu ikkalanglar ham xohlagan rujaylarni tanlab o'yna olasizlar 5 ta raund. Agar mana bitta odam kirib hozir yutib qo'ysa, men farqi yo'q qanaqa hisobga 5-4 ga yutadimmi, 5-0 ga yutadimmi? Farqi yo'q qanaqa hisobda yutishi, men unga 105 almas tashlab beraman. Mana kirdi. Bosh harfini o'qimayman. Legend degan. Boshidagi ikkita harf. O'qiladigan harf emas ekan. Agar yumpi tushgan bo'lsa, iloyim. Da jigarlar, yumpim bor o'zimni. Hozir albatta video juda qiziqarli bo'ladi. Bo'tdi ham menimcha o'rtoqlar. Tak, chap tomonda ekan obratan. 39. Yo'q, yemadim. Hozir kirsa paqillatardim, mayli. Pingbot jo'ta sizlar. 220 pingda o'ynayapman. Ping o'ta kuchli do'stlar. Sochim tushib ketyapti. Birinchi raundni oldik, xudoga shukr. Endi keyingi raundlarni ham olsak, zo'r ish bo'lardi do'stlar. Tak, xudo xolasa olsak ham kerak, qolgan raundlarni ham. Bismillah. Headshot hozir bitta jigglda bitta silab o'tib ketsa ham 200 oladi, kamida jonimi. Hozir jiggle mana headshot uraman jigglda. Yozgin. Prям tegdi deb qoluvdi, mana oxirida tegdi do'stlar. Xudo xolasa, agar rostdan meni yutsa, men sizlarga javob beraman. Agar yutsa, mana men aytaman, chaqiraman, durust tashlayman. Menga druza tashlayman, telegramimni beraman. Yoz 100 almas tashlab beraman deyman. Oxirida tushgan almazi, u tushdi deb yozgani, akkauntini ko'rsatadi. Hammasini tashlab beraman do'stlar. Cho'tta takoy. Lyoqqisga tegmayapti. Kutilmagan joylarda kutilmagan yo'nalish. Bizni lo'q deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. O'rtoqlar, men O'zbekistonda mobile gamerlikda nomer 1 yumpi igrok bo'lmoqchiman. Polniy zo'r igrok bo'lmoqchiman. Men o'ylayman, O'zbekistonda eng aktiv va ko'p podpисчиклari juda ham ko'p inson bu Muzon FF bo'lsa kerak. Men Muzon FF bilan o'ynagan videoim bor. U videoni ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. U video YouTube'ga joylangan. O'yin vashshi qiziqarli bo'lgan. Kirsanglar zo'r o'yin bo'lgan. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Xudo xolasa obratdan ham inshaalloh o'tib ketamiz, lekin men O'zbekistonda tan oladigan mobile gamer aynan o'sha Muzon FF bo'ladilar. U odam zo'r inson, muomalalariga vashshi gap yo'q. Almas servislari juda ham halol bu almas servis. Chunki men ulardan ko'p turnirlarda yutganman. Bilasizlarmi? 1 minut deydilar-yu, 30 sekund yoqmay tashlab berishadi. Va hisob 5-0 bo'ldi o'rtoqlar. Videoni ko'rdinglar, juda ham qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xohlasa, agar men bilan kim o'ynamoqchi bo'lsa, mana men sizlarga hozir ID'imni chiqazib qo'ydim o'rtoqlar. Agar kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, davay anaqa tashlasin. Druza tashlasin. Men ko'pini druzasini olganman, olaman ham inshaalloh. Agar olmasam, druzamda joy to'lib qolgan bo'ladi. Xudo xolasa o'rtoqlar, bundan ham zo'rroq
bundan ham aktivniyroq videolar qilishimiz uchun albatta sizlar like va podpisatsiya bosishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.